Tarkibida oqsil beloklar eng boy top 10 mahsulot. Mana ko'pincha hamma birinchi o'rinda bo'ladi, lekin bu 10-o'rinda. Tarkibida 12-13 gram belok bo'ladi. To'liq va sifatli belok. Tvorog bo'ladimi, tvorog bo'ladimi? Tarkibida 15-20 gram belok bo'ladi. Uzoq vaqt o'qib beradi. Shuning uchun gechda yeb yotish variant. Loviya, mosh, no'xat 20-25 gram belok bo'ladi, lekin pishgandan keyin 7-9 gram belokga tushib qoladi. Lasos, qizil baliq, buni 7-o'ringa qo'yamiz. Tarkibida 20-24 gram belok bo'ladi. Omega 3 manbai yurak uchun foydali. 6-o'rinda oddiy oq baliq. Tarkibida 20-24 gram belok bo'ladi. Tez hazm bo'ladi, belokga boy. 5-o'rinda o'zlarimizni oddiy mol go'shti. Tarkibida 25-29 gram belok bo'ladi, plus temir и kuch-quvvat manbai. 4-o'rinda tovuq grudinka. Tarkibida 30-32 gram belok bo'ladi, tez massa beruvchi belok manbai. 3-o'rinda qizil ikra. Tarkibida 30-32 gram belok bo'ladi, plus omega 3 bor, lekin dozi ko'proq. Sho'rni e'tibor etasizlar. 2-o'rinda parmezan pishloq, ya'ni sir. Tarkibida 32-35 gram belok bo'ladi. Dim zich bu, disha suyaklari foydali. 1-o'ringa keldik. Sho'rnacha foydali bo'lib tursa, like qo'yib yaqinlarga tarqatib bering. Va nihoyat 1-o'rinda eng kuchli o'simlik belogi. Tarkibida 32 dan 40 gramgacha belok bo'ladi, mushak uchun dim foydali. Bu nov mahsulot. Topqinlar yozib qo'ying.